Bismillah deb juda ham zo'r bo'lgan somsa tayyorlashni o'rgataman. Uning uchun elangan un ustiga sariyog' yoki shedrey letani qirg'ichdan chiqarib, urvoq hosil qilib olamiz. Urvoq ustiga tuz solib aralashtiramiz. Alohida idishda qatiq va osh sodasini aralashtirib, urvog'imiz ustiga solib, bitta tuxum oqini solib, xamir qoramiz. Xamirimizni 15 minut tindiramiz. Ungacha qiymasini tayyorlab olamiz. Qiymasi go'sht, piyoz, kartoshka va tabga ko'ra tuz aralashtirib olamiz. Tayyor xamirimizni zuvolalarga bo'lib, ichiga qiyma solib, videoda ko'rsatilgandek dumaloq chiroyli qilib tugib, ustiga tuxum sarig'i va kunjut sepib, qizigan duxovkada pishirib, stolga tortamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlab ko'rganingizda yoqsa, duo qilishni unutmanglar. Sizlar bilan xosiyatishamiz. Bismillah deb somsa boshlaymiz. Uning uchun iliq sut ustiga tuz, shakar, sariyog', dro'jje, tuxum solib yaxshilab aralashtirib, un solib yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirimiz ustiga o'simlik yog'i solib mushtlab 30 daqiqa oshirishga qo'yamiz. Qiymasi uchun tovuq filesi, kartoshka, piyoz, tuz, zira, murchdan foydalandik. Oshgan xamirimizni zo'lalarga bo'lib, yana 15 daqiqa oshiramiz. Oshganidan so'ng ichiga tayyorlab olgan qiymamizni solib, videoda ko'rsatilgandek tugasizlar. Xohishga ko'ra tugishingiz ham mumkin. Yaxshilab tugish esingizdan chiqmasin, chunki xamir oshganida ochilib ketishi mumkin. Yaxshilab tugib, duxovka listimizga terib, ustiga tuxum sarig'ini surtamiz va kunjut sepib, qizigan duxovkada pishirib, dasturxonga tortishingiz mumkin. Sizlar bilan xosiyatishamiz bo'ldi. Duo qilishni unutmanglar. Bismillah deb oshirma somsa boshlaymiz. Uning uchun unimizni ustiga sariyog' yoki shedrey leta solib urvoq qilib olamiz. Yaxshilab urvoq qilganidan keyin tuz, dro'jje, ozgina shakar solib aralashtirib, bitta tuxum, iliq sut va yog' hamda suv solib aralashtiramiz. Qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir bo'ladi va 1 soatga ustini yopib oshirishga qo'yamiz. Oshguncha biz ichidagi qiymasini tayyorlab olamiz. Qiymasi xohishga ko'ra kartoshka, go'sht, piyoz, tuz, zira, murch va o'simlik yog'ini aralashtirdim. Oshgan xamirimizni tuxumdek zo'lalarga bo'lib, ichiga nachinka solib, videoda ko'rsatilgandek tugib, ustiga tuxum sarig'i va kunjut sepib pishirib olamiz. Sizlar bilan xosiyatishamiz bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'rganingizda duo qilishni unutmang. Bismillah deb qudalik kutsa bo'ladigan eng zo'r somsa xamir retseptim bilan bo'lishaman. Uning uchun xamir qorib, yaxshilab mushtlab, ikkiga bo'lib tindiramiz. Ungacha margarini va sariyog'ini suvi ketguncha qaynatib, bir chetga olib qo'yasizlar. Tingan xamirni yoyib, margarin surtib, ikkinchi xamirni yopib, yana margarin va sariyog'ni surtib, rulet shaklida o'rab tindiramiz. Qaranglar, qanaqa zo'r varroqlari zo'r bo'lib chiqadi. Zo'lachalarga bo'lib, bir tarafini tugish esdan chiqmasin. Qiymasi uchun go'sht, piyoz, tuz, zira, murch va albatta o'simlik yog'ini solib aralashtiramiz. Zo'lachalarimizni yoyib, uchburchak shaklida tugib olamiz. Va listga terib, ustiga tuxum sarig'ini surtib, kunjut sepib, qip-qizil bo'lguncha pishirib olasiz. Sizlar bilan xosiyatishamiz bo'ldi. Yoqsa duo qilishni unutmanglar. Bismillah, qavatlari zo'r, varroqlari ko'p bo'ladigan chitir somsa retseptim bilan bo'lishaman. Xamir qorib, yaxshilab mushtlab, teng ikkiga bo'lib olamiz. Margarini hamda sariyog'ini suvi ketguncha qaynatib olamiz. Tingan xamirlarimizni yoyib, massamizdan surtib, ikkinchi xamirni yopamiz. Yana massamizdan surtib, rulet shaklida o'rab, xolodilnikka yuboramiz. Zuvolalarga bo'lib, bir tarafini tugish esingizdan chiqmasin. Qiymasi uchun kartoshka, piyoz, ziravorlar hamda o'simlik yog'ini aralashtiramiz. Yoygan xamirimiz ichiga nachinka solib, videoda ko'rsatilgan tartibda o'rib, chiroyli qilib tugib, ustiga tuxum sarig'ini surtib, baland gradusda qizarguncha pishirib olamiz. Sizlar bilan xosiyatishamiz. Duo qilishni unutmanglar.
Bismillah deb sizlarga mayonezli mitti somsa retseptimni beraman. Uning uchun birinchi apara qilib olamiz. Apara ustiga tuxum, mayonez, eritilgan margarita, margarini, tuz, un solib, yumshoqqina yog'liqqina xamir qorasida xamirimizni oshirishga yuboramiz. Mayda mittigini zo'lachiliga bo'lib, yana oshiramiz. Qiymasi uchun qiyma, kartoshka, piyoz, ziravorlarni solib aralashtiramiz. Oshgan xamirimizni qo'l yordamida ochib, ichiga qiyma solib, videoda ko'rsatilgan tartibda tugib olamiz. Qiziljonli shunaqa xamirini mazasi zo'r bo'ladi. Albatta o'zingizda saqlab olinglar. Mana shunaqa qilib chetlarini chiroyli tutgandan keyin listga terib, ustiga tuxum surib, kunjut sepib, qizigan duxovkada tillarang bo'lgunicha pishirib olamiz. Mayda somsachalarni ko'rgan hammani yegisi keladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlab ko'rganingiz yoqsa, duo qilishni unutmanglar. Sizlar bilan xoslashamiz. Salat va yog'dan somsa. 100% ishonch bilan ayta olamanki, bu somsani hech kimda va hech qaysi food blogerda ko'rmagansiz. Bismillah deb idishimizga qatiq, osh sodasi, tuzni solib aralashtiramiz. Ko'pirib, ko'tarilib chiqqanidan so'ng salat va yog', unni solib yumshoqqina xamir qoramiz. Shu 3 tagina mahsulotdan juda ham mazali somsani xamiri tayyor bo'ladi. Bu retsept kam xarj, oshxona sirlarimdan biri desam ham bo'ladi. Qorilgan xamirimizni zo'lalarga bo'lib, jo'va yordamida yoyib, ichiga xohlagan nachinkangizni solishingiz go'shtli, qovoqli, kartoshkali, hattoki tovuq go'shtidan ham somsa qilib, 3 burchak tugib, ustiga tuxum sariqlarini surib, qizigan duxovkada tillarang bo'lguncha pishirib olamiz. Bu somsani bir marotaba tayyorlab ko'rsangiz, qayta tayyorlashingiz aniq. Sizlar bilan xoslashamiz bo'ldi. Yoqqanida duo qilishni unutmanglar. Bu somsaga ta'rif bermasam ham ko'rinishini o'zi ishtahanglarni ochadi. Yumshoqqina, momiqqina, issiqqina go'shtli somsalarni birgalikda tayyorlaymiz. Bismillah deb iliq sut ustiga droja shakarni solib apara qilib olamiz. Oshganidan so'ng qolgan massalarni solib xamir qorib yana oshirishga yuboramiz. Nachinkasi uchun piyoz hamda qiymani ozgina yog'da qovurib, sovutib ishlatamiz. Sizga shunaqa noyob ovqat hamda salat, shirinliklar kerak bo'lsa, albatta bizani kuzatishda davom etinglar. Sababi 27 yillik bilimlarimni sizlar bilan bepul bo'lishib boraman. Somsalarimizni shu ko'rinishda tugib olib, tiylarini ham yaxshilab yopib, listga terib, yana oshirishga yuboramiz. Ustiga tuxum sarig'ini surib, qizigan duxovkada pishirib, dasturxonga tortishingiz mumkin. Sizlar bilan xoslashamiz bo'ldi. Sizga yoqqanida yoki daromad keltirganida duo qilishni unutmanglar.